Kızacallah yine bu ventilatörümüzden taza geldi. Narxını aytıp ötsek, zakonlu svetlerim karanla. Bejui bir bagati. Narx aytıge 500 min so'm. Bu ise 580 min so'm. Yine bu ventilatörümüz Toshkentdan даже 500 min so'm. Lekin bizden Urganchga yurmoqda 420 min so'm. Sizlar bilasizlar, Xitoydan primoy keladi. Qaranglar, har xil turdagi hozir trendga chiqqan ventilatorlardan İbon qo'shirar ekan, qaranglar, uylaringizda bo'lib turadi. Ulvan ventilatorlarimiz ham bor. Eğer işxonalaringizda ya kafelaringizda olaman desangizda ullardan ham bor. Bizda viburdim ko'p, gelip saylab olasiz. Urganch Yurmoqqa katta ajoyib basseynlar geldi. Narxini e'tibor bering, 2 million 700 ming so'm. Hozir SS'lari 6 xil narsa qo'shib beramiz. Buni Madinaning qo'lindagi 3 narsani, keyin filtrni. Bu filtrni o'zi 700 ming so'm. Bizlar Xitoydan primoy keladi. Hazaf ishlashlaringiz uchun arzon etib 6 xil narsani qo'shib beribmiz. Kelaverasizlar. 10 min so'mmi? 10 min so'm? 10 ming so'm, 20 ming so'm bo'lgani uchun hamma xalqimiz Urganch Yurmoqqa keladi. Endi basseyn sezon boshlandi. Balon kerakmi, non kerak bo'lsa hamma narsa bor. Saliha bilan Madina daqqan ochkilardan ham bor ekan. Bor. Qo'limizda ko'piklarning narxi endi aksiya tushdi. 8 mingdan sotib turdik, 4 mingdan kelib ketaverasizlar. Faqat 3 kun. 3 kun. Yaqinda YouTube'da ko'rdim. O'zida odam sog'lig'i uchun safar idishlarda, iloji bo'lsa ishimli idishlarda ichsangiz organizm uchun dum foydali ekan. Ko'p kasalliklar tavba etdim. Afsuski qosidadan ham chiqib turibdi ekan. E'tibor bergan bo'lsangizlar, meni kasasi bor. Ya ayronlar, solib biroz. Trend ham girdi bu narsalar. Bizda Urganch Yurmoqda viburlar dum ko'p. Mojito sezon hozir bilasizlar. Blenderdan xilma-xil turdagilari kerak bo'lsa, yana bizlarga keldi. Ko'pchiliklar yana biznes etsangizlar ham zo'r imkoniyat. Urganch Yurmoqchilara alternativ skidga tushirib beradi. Bir Isuzu hozir tovarimiz keldi. İçinde ne ola bor ekan deb qarasam, 225 ming so'mdan ham puli chiqdina tovarlarimiz geldi. Bir korobkada shunday chiqdi. Kaan korobkadagi narsalarni yoyib taqlaymiz. Ertaga kelsangizda 3 kun bomba skidga bo'ladi bir de. Kelaverasizlar. Bugun esa bu narsalarimiz ham geldi. Gazollar, metrlar kamoyda geldi. Hamma narsamiz bityar. Urganch Yurmoq xalqimiz xizmatini